Sizlar mafiyami. Nima xizmat akajonlar? Toshkentga dastavka bor. Bo'ldi, hech qilamiz. Dori-pora emasmish qilib. Pishak. Pishak? Buning ismi Barsik. Agar Toshkentga vaqtida olib bersang, $10,000 beraman. Bo'ldi, davay, olib boraman aka. Buni o'zi $50,000 turadi. Nimaga bu tilla tushadimi? Agar vaqtida olib bera olmasang, sen tilla tushasan. Aya qara. Faqat buni oldinga o'tirg'izib ketasan. Oldimga sal g'alati emasmi? Yonimga o'tirg'izsam mayli? No, yoningda. Ha. Oldi sedankaga. Bo'ldi. Qani tursak. Hozir mushkakanda tursak, ha? Barsik. Ha, barsik. Ke jonim. Toshga 3 kishi, Toshga. Короче, arslonlarim. Brat Toshkent ketyapti. Tipa klient bo'lib o'tirib olamizda, cho'lni o'rtasiga borgandan bratni bosib, kentrani olamiz. Yes. Maydalab sotamiz. Menga qarasan. Senga boshimni qimirlasam hujumga o'tasan. Bosaman. Tushunarlimi? Bizning guruh. Mehri daryo o'g'rilar. Bizning shior. Layli, meni unutmayli. Ketdik. Qani ketdik. Nima basharalaringga, sizlar nima bo'lgan basharalaringga? Biz kirish yopamiz quyoshga yaqin-ku. Qurilish. Qani yo'limiz bexatar bo'lsin. Barchikjon sen qandaysan va kelajakda va. Farzandingizmi bu? Jinnimisan? Mushuk bu, pishak. Dastavka bir akaniki. Onna. Ayo bo'lmaydi bu. Mana shuni deyish kerak edi. Ketdik. Kim bu apa? To'xtamang. Ya, to'xta bermaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Voy uylayman, uyga yigitimni yutqinkansiz. Astagfirullah. Nima deyapsan? Tinchlikmi, nima gap? Toshkentgacha. Ya singilcha uzr, joy yo'q. Mana joy bor-ku. Abi barchikni joyi ko'rmayapsanmi? $500 beraman, uylab ko'ring. Haydang. Oling. Aka. Mabodo o'lib tirilmaganmisiz? Nima deyapsan sen bu yerdan beri? Tavba qil. Yamonam o'lgan yigitimni ushqayapsiz-da. O'lgan o'lib ketdi. Nima deyapsan sen mana? Akam ham suxaring qaydan gaz mazasi dahshat. Ya, mana jinnini qara. Nimani yeyapsan sen? Suxaring mana, suxaring. Suxaring? Ha? Bu mushugimni ovqati-ku. Barsikda ovqati-ku. Mana uni ye, undan ko'ra mana uni ye. Nima qaysini? Mana to'g'ri asalini ye, tavba qildim. Ye. Mazam bo'lmayapti. Qusma moshinga. Jam telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum shef. Ketyapsizlarmi? Ha, juji sal cho'lga yaqinlashib qoldik shef. Aya qara, barsikni to'sib qo'y. Nima barsikni to'say? Ha, to's. Nimaga o'zi chiqolmaydimi? Yo'q, gapni ko'paytirma. Bo'ldi, to'samizda, hozir to'saman. Bo'ldi, sal chetroq qo'yishib hozir to'saman. Barsik chushqi polvon. Bos. Barsik chushqi bola. Nima bu chushqimaydi ya? Vlajeniy salfetka nimaga? Mushukni ko'tini artishga. Yo, shart emas. Shunisi qilmaydi bu. Mana. Ishlar so'rasi bu. Qulay. Ya, Nima bu qulayapti? spirt ko'proqmi deyman, ha? Nima qilyapsizlar? Yo'q, bu shu narsa. Barsik chushqi bola. To'xta, meni ham mazamni qochirdim. Nima qilyapsizlar? Nima bo'lyapti? Shu qo'yaman, nima qilyapsizlar? Mana barsikni ham to'sib oldik. Aka, menga qarang, ismingiz nima edi o'zi? Nig'matilla? Mening o'lgan yigitimni oti nima tillaydi? Ne'matilla saniki. Bo'ldi, tavba qildim. Anaga nima bo'ldi? Nima qilinyapti? Yo'q, yaxshi-anchi. Sen salfetkaga nima surtding? Asal, oddiy asal bu. Aka, e'tibor qilmang, bularning shunaqa kasali bu. Ha, bo'ldi. Cho'lga yetib qolmadikmi? Cho'lga hali bor. Hozir 1 minut shep qilaydi. Ha, shepim. Barsikni to'sdingmi? Ha, barsikni to'sdim. Zo'rg'a bir aldab to'sdim ha. O'zingga nima yeydi? O'zingga nima deysizmi? Ha, Mana uni yemaydimi mana uni? To'g'ri asalini yemaydimi? barsik tuxum yeydi. Tuxum yeydimi? Ha, Bo'ldi, yech qilamiz shepim. Xo'p. Barsik tuxum yer ekan. Qanaqa tuxum yerkan? Qaynatilgan tuxumda. Nechta kerak deyapti? 2 ta. Bor-ku menda.
Qaysi sanda tuxum bormi? Damashniy tuxum bor. Yo, damashni bo'lmaydi deyapti, anaqa. Qanaqa? Boshqachasi. Sandagi emas-da, короче. Здравствуйте. Hoppa, ruschani bilmayman. Вот ваши яйца и хлеб. Demak, yaysda degan tuxum ekanda. Yaysda xleb deyishim kerak ekan. Assalomu alaykum. Здравствуйте. По-русски говорящий Да. Что вам надо? яйса. Ага, жареный или вареный? Xleb. Что? Вот tuxumcha bo'ladi-yu. Qo'qoroqub. Paq. Я вас что-то не понимаю. Tuxum der, tuxum. Вот белый, строгий пaq. Он вот cho'ja. Paq. Дайте. Значит, яйца. Яйца. Xleb. И хлеб. Xleb. Ye, basiq sassiq tuxumchani yedi. Ha, shepim. Barsik tuxum yedimi? Ha, yedi, tuxumchani mazza qilib yedi. Zerikmay ketyaptimi? Ha, yo'q, zerikmayapti. Endi Barsikka ertaga aytib ber. Ertaga aytay? Ha, Allah aytib bir sut bermaymi? aytib ber dedim. Ha, bo'ldi, aytamiz, aytamiz. Bo'pti, xo'p, shepim. Barsikka ertaga aytish kerak ekan. Kim yaxshi aytinglar? Aka, nima pishak bu o'zi buncha avalayapsiz? Sizlar bu pishakni bilmaysizlar. Bu pishak zotli pishak. $50,000 turadi mana shu barsi. Ha, pishak $50,000 turadimi? Mana qimmat pul ekan-ku. Ha, sendan qimmat. Bu pishakni dastavka qilishim uchun menga $10,000 berishmoqchi. $10,000? Серьезно? Pishakka $10,000 dastavka. Ha, xohlasa men buni yeymiz, men xohlasa bir nima bilmayman, endi majburman. Xullas, qadim o'tgan zamonda juda olis tomonda Barsik degan bir mazgini Barsik qiladigan bir mazgi hojatxona qayerda shunday qisqa ketdi. Kimdir aytib tursin? Ertakmi, rivoyatmi? Rivoyatmi nimadir, g'azal bo'lsa ham. Aytaman. Barsik katta tezlik bilan O'zbekistonning janubiga qarab yo'l oldi. Zolishganmi? Zo'rishga kunlardan bir kun Bir suv yo'q qo'li chaygani, Voyib ketamiz. Singilcha akalash qayerga qochyapti? Bilmayman, pishakchani olib qochib ketdi. Nima pishakni olib qochadi? O'rniga 3 ta jenter olmoqchi sotib. Yo'q. Ya qo'y Barsikimni ber, Barsikingizga. Vow! Birinchi bo'lmasa o'lib ketgan qizil kitob tushadi, o'lib ket. Nimaga qaramadingiz? Ya Barsikim? Ya omonatimi? Barsik. Endi nima qilaman? Siz siqilishingiz o'lgan yigitimni ushlayapti. Zaybinaxon ekansan borka. Sani bir yigiting o'lmasin ekan borka. Hammaga ayt yigiting o'lganligini. Pest! Ana pishagimiz Barsikmi? Ya, Barsik emas bu. Yomon mushuk ekan. Kes. Hey, mushuk. Bilasanmi nima keldi? Hayotga bo'lgan anaqa keldi. Yur. Bratanlar, sizlar zottor pishakka yaxshi tushunasizlar-ku. Sotamiz olmaysizlarmi? Olamiz aka, qancha deyapsiz? 50,000 deyapmiz, 35,000 ga beramiz. Beramiz aka, naqd. Aka, 25,000 naqd beramiz. Ikkita jentrani puli ber. Bering. Mana. Aka, izdivatsiya qilmang, buningizni bitta jo'ziga tiqib qo'ying, xo'p? $25,000 deyapman. Zottor mushuk ko'rmayapsizmi? G'alati emasmisizlar? Do'konimdagi hamma narsalar uncha chiqmaydi-ku aka. Olmaysizmi shunda? Yo'q. Aytdim men senlarga shu jentran tinchgina olish kerak edi. Mana ahvol. Men bilan maslahat qildingmi? Sen uxlab yotuvding, seni olib qochganimga shukr qil. Boy aka, bu pishak sizga yarashadi-da, turishini qarang. Nech pul bu mushuging? 50,000 aka, kami bor. So'mdanmi? Dollarda. Turi qalay bu yerdan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, mana Barsik sizga topshirishimni aytganda mana topshirdim, esalomon. Ye. Bu rasmda semiz edi-ku bu? Semizida endi yo'l azobi ozib ketdi-da, odam ozib ketyapti-ku. Rangi ham seriyimidi? Emas, sizga nima dedim? Yo'l azobi dedim. Stressga tushdi bu bechora. Oqarib ketdi shunga sochlari. O'zi yaxshimish qilib? 1-2 kun boqing, o'lmasa agar yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Zo'r bo'lib ketadi. Bo'pti, kelmang. Vaqtida olib keldiz. Xizmat haqingizni oling. Yo aka, pulingiz kerak emas. Oling yurakdan. Aka, shuni yuragingizga tiqib qo'ying. Qaytib mushuk dastavka qilganim bo'lsin. Hozir
Pishakni so'ramoq bo'lmasang nima qilaman degandim. Agar vaqtda olib berolmasang, sen tilla tushasan. Yo'q, aka manikidan tilla chiqmaydi. Men harakat qilsam ham chiqmaydi. Endi u отравление bo'lsa chiqmasa agar. Pishak $50,000 turadi. Menga qara. Pishak inson qadridan shunchalik muhimmi, ha? $50,000 deb og'zingni ko'pirib gapirasan. Ayniqsa qanchadan qancha insonlar oshnaxonlikdan o'lyapti. Sen pishagingni narxini aytasan? Ha? Sadqai odam ketlaring. Sanlarga inson qadridan pishak qadri muhim bo'ldimi? Yo'q. Shuncha gap, ha? Shuncha gapirdim urding, ha? O'ldir. Shoshma. Mana o'sha san insonlardan ustun qo'ygan pishak. Bir tiyinga qimmat. Ko'chada kuchiga bo'lmayapti. Ishla. Bu pishak uchun akam o'zi yemagan tuxumlarni yedirdi. O'zi eshitmagan ertaklarni aytib berdi. Sen bo'lsa kelib xo'rlayapsan. Odamgarchiliging shu. Aql chichma otalar so'zi. O'zing insofli bo'lib qoldingmi? Nima o'g'irlading pishakni? Kimdan so'rab o'g'irlading? Ha, qaysi vijdon bilan kelding oldimga? Nimaga kelding? Gapir. Bagajda krossovkasi qolib ketibdi. Vay bana vay bana vay bir yildan uchurum qaydik.